29 bab. Filistiyaliklar hamma qo'shinlarini Afekka yig'di. İsraillar bo'lsa, Yezreeldagi buloq bo'yiga bargoh qurdi. Filistiyaliklarning baglari lashkarlarini 100ga, 1000ga bo'lib, sap tuzib, ilgilashga boshladi. Davud va uning odamlari Akish bilan birga uning qo'shinining orqa tarafida mangdi. Bu chaqda Filistiyaliklarning sarkardalari "Bu İbraniyalarga bu yerda nima bor?" deyishdi. Bu İsrailiya podshohi Saulga amaldor bo'lgan Davud-ku. Xeyildan beri yenimda yuridi. Men tarafga o'tgandan beri uningdan biror savallik ko'rmadim, dedi Akish ularga. Filistiyaliklarning sarkardalari Akishga xafa bo'lib, bu odamni o'zlari uningga ajitib bergan joyiga qaytaratgan bo'lsalar, u biz bilan birga jangga kirsa bo'lmaydi. U jang maydonida bizga qarshi chiqadigan dushman bo'lib qolishi mumkin. U o'zining g'ojisini nima bilan rozi qiladi? Dal bizning odamlarimizning qolisini elish bilan rozi qiladi-da. Bu Davud-ku. İsrailiyadagi ayollar Saul qirdi minglab. Davud qirdi tumallab deb naqshi aytib, usul o'ynashmaganmidi? dedi. Akish Davudni chaqirtib kelib, uningga "Men mangu hayot Parvardigor oldida qasam qilamanki, siz durust odam. Jangga men bilan birga chiqsangiz yaxshi bo'ladi. Siz bu yerga kelgandan beri Parvardigordan biror savallik ko'rmadim. Lekin boshqa baglarimiz sizni urushaymi qolmaydi deb so'radi. Endi siz Parvardigor uningga "Aman esan qaytib keting. Baglarimizning nazarda yomon bo'lgan ishlarni qilib qo'ymang", dedi. "Fikr nima xato ish qilibdi?" dedi Davud. "Men sizlar tarafga o'tgan kundan tortib toki hozirgacha mendan hech bir savallik topolmagan tursizlar. Nemishqa podsho oliylari bilan birga dushmanlarga qarshi jang qilsam bo'lmaydi ekan. Bilaman, siz mening nazarimda xuddi Xudoning farishtasidek yaxshi odamsiz. Ammo Filistiyalik sarkardalarimiz bu kishi biz bilan birga jangga chiqsa bo'lmaydi deb qaror chiqadi. Shunga siz va sizga akishib kelganlar ata sahar turib, tong etishi bilanla bu yerdan ketinglar, deb javob berdi Akish. Shu sababdan Davud va uning odamlari sahar turib yo'lga chiqib, Filistiyaliklar zeminiga qaytdi. Filistiyaliklar bo'lsa Yezreelga qarab atlandi.